Mana Narpay tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazining ahvoli. Hamma joyga borib ishtirok bo'lsadi. Mana o'zlarining binosi bu hojatxonasini ham hozir ko'rsataman. Bu yoqqa ham kirib bo'lmaydi, bu yoqqa ham. Ahvol o'tlar qaranglar. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazining hojatxonasi. Mana musorning o'rni. Mana hamma joydan qo'l yuvish talab qiladi. Lekin hech qayerda yo'q. Kirishga odam jirkanib bergan. Erkaklar tomon ko'rsatma, ayollar tomon ko'rsatma. Mana bironta tozalash ishlari olib bormaydi. Xohlagan tashkilotiga jarimani qo'llaydi lekin. Qanday zo'rmisizlar? Mana ko'z anosiga mana ahvol. To'lib ketgan. Mana bironta talabga javob bermaydi. Qani qo'l yuvish, hojatxonadan chiqqan ekan toza qo'llar siyosati. Narpay tuman SESga ta'siri yo'qmi u gaplarda? Aloqasi ham yo'q. Hozir buni respublikaga chiqaramiz. Hojatxonaga kirilmaydi, nomiga qilingan. Mana bironta oyoq izi yo'q. Shu turish turibdi. Kirishga odam jirkana. Mana hattoki Soyuz davrida ham bunday loydan hech kim kirmagan. Bu yoqqa mana ahvol. Musorlar. Lekin xohlagan tashkilotga borib jarimani bo'lsa, ot kallasdi. Mana ahvol. Mana ahvol. Remont qilinglar deb oyligimizdan olib qoldirib, hammamizga remont qildiruvdi poliklinikani. Aynan SESda ahvoli mana. Mana toza qo'llar siyosati. Rakvinani kirligi mana. Qo'yib qo'ygan nimalar mana. San o'zilchalar. Mana suv qayga ketyapti. Mana ariqqa boshqarib qo'yibdi. Shlankachadan mana ariqqa SESga ta'siri yo'q lekin. Mana Qagim keldi-da syomka. Mumkinmi?